Oyi, dada, tez olib chiqinglar, bo'lmaysizlarmi? Dada, nimalar kirib yuribsiz? Qo'zingiz bu yoqqa. Hozir kelib qoladi xaridor, bo'ling tez. Oyi, namuncha milliysiz. Bunaqa millatchilarda bor, xaridor kelsa ayni ketib qoladi. Oyi, qo'ya qoling qo'lingizdagini. Bo'ling, tezroq bo'la qoling, tezlashtiringlar. Bularni hammasini sotib qilib boramiz keyin. Qayerga borardinglar? Qariyali uyga borasizlar. Boshqa qayerga bo'lardi? Ona, men qarzimdan qutulgandan keyin sizni olib chiqib ketaman u yerdan. Faqat iltimos tezroq eshittiringlar. Dada, nimalar qilyapsiz? Qo'shingki. Bolam, bu nima qilganing? Otamga qo'l ko'tarmaying, turing. Bu safar seni ogohlantiryapman. Yana bir marta qo'l ko'taradigan bo'lsang yoki ovozingni ko'taradigan bo'lsang, keyingi safar o'zimga javob bermayman. Shunchalik qiynalib katta qilgani yetadi, endi bundan keyin qiynalmasin endi. Yig'latmang ota-onangizni. Ko'chaga chiqmadidimi, o'rtog'izni to'yi bo'lsa ham chiqmaydi. Mayli xafa bo'lsa bo'laversin. Mayli to'yingizga kelmasin. Dadingiz biz bormadidimi, bormang tamom. Bugunchi bugun. Futbolini deb, oshini deb, to'yini deb, dada bizni xafa qilib chiqib ketyapti uydan.